Assalamu alaykum. Ekran oldidagi hurmatli ko'ruvchilar, Sog'lom hayot programmamizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Fatima San. Farzandlar ota-onalarning umidi bo'lib qolmay, bir millatning omma kelgusi. Farzandlarningki har qaysi jihatlardan sog'lom o'sib yetilishi, ota-ona bo'lg'uchilar va ota-ona bo'lish oldida turayotganlarningki izchil ko'ngil bo'lib kelgan bir masala. Biz Sog'lom hayot programmamiz orqali sog'lomlikqa aloqador foydali mazmunlarni sunib, xalqimizga bilinishi zarur bo'lgan ma'lumotlarni yetkazishga tirishib kelyapmiz. Programmamizning bu sonda shu bolalarda ko'p uchraydigan tutqoqlik kasali, bu kasallikning kelib chiqish sabablari va bu kasaldan saqlanishning tadbirlari qatorliq nuqtalarga to'xtalmoqchi. Bugungi mehmonimiz kasbiy bolalar doktori Elmina xonim. Qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga kelganingiz uchun ko'p rahmat. Sizlarga ko'p rahmat. Abayim deb o'tdik. Bugungi mazmunimiz shu bolalarda ko'riladigan tutqoqlik kasali haqida. Undan so'ng bizga shu tunji bo'lib tutqoqlik kasali qanday kasal? Ya'ni shu haqida ozroq tushuncha bersangiz. Bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Bugungi programmamizda tutqoqlik kasali haqida to'xtalishga to'g'ri keldi. Bu kasalni biz bir yig'iz gap bilan yoki uzoq bir qisqartirilgan yakunlar bilan buni baho berish bo'lmaydi. Ammo buni ko'rayotgan ota-onalar tutqoq kasali qanday kasaldi? Bu tutqoq kasali ya biz bilatdik, meni falonchi tuqqanimni bolasi mundaq yoki bo'lsa, mening bolalarim bunda kasal bo'lgan, o'sha tutqoq kasali deb oddiy tushunib qolishi mumkin. Amaliyotda dunyoning statistikasiga qarasak, bu tutqoq kasali biz hayron qolgandek bu kasal bir saqaymas kasal deb qo'rqqudak kasal emas. Dunyoda masalan 7 milliard nüfus bo'lgan bo'lsa, hozirgi statistikaga qaragan chaqda 65 million insonda tutqoq kasal bo'ladi ekan. Endi bu tutqoq kasali degan nima desa, bu bir ost xarakterlik, ya'ni jahil xarakterlik, o'zgarishchan, oson kontrol qilib bo'lmaydigan, uzunga so'ziladigan bir kasal. Endi bu tutqoq kasali degan vaqtida ko'pincha odamlarning kalasiga sarang yoki bo'lmasa daldush. Shundaq bir bolalar ko'z oldiga keldi. Shundaq. Amaliyotda tutqoq kasalligiga kasal manbasi nada? Buni bilishimizga to'g'ri keldi. Tutqoq kasalining kasal manbasi masalan insonlarning badanlarida har xil a'zolar bor. Ko'z, burun, quloq, 7 a'zo, put-qo'l deganda, ishki a'zo, tashqi a'zo degandek. Ammo bu tutqoq kasali dal insonlar nihoyatda diqqat qiladigan. Hem insanlar hem bu kasalning qo'rqish sababi miyada bo'lganligi uchun nurg'un ota-onalar hozir buni ko'rayotgan chog'da tutqoq kasal degan bir miyadagi kasal deb biladi. Oddiy bir tushuncha. Ammo bu miya nima uchun bu kasal bo'ldi? Bu miyadagi bu kasalni biz qanday bir tushunamiz degan nuqtada bu miyaning qurilmasini ozroq tushunishga to'g'ri keldi. Masalan, bu yerda tutqoq kasal degan nima desa, men nazariya jihatdan bu ost xarakterlik saqaymaydigan, jahil xarakterlik bunda bir kasal desam, bir mujmal bo'lib qoldi. Endi ota-onalar buni bilish uchun bu tutqoq kasali nada bo'ladi? Miyada bo'ladi. Miyada qanday o'zgarish bo'ladi deganni bilish kerak. Odatda miya bir muskul emas yoki bir ustixondan tarkib topgan narsa emas. U miya ustixonningki ichiga, miyaning ustixonning ichiga joylashgan nerv bilan hujayradan tarkib topgan elektronlik to'lqin bilan biokimiyalik reaksiyaningki jamlashishi orqali xizmatga o'tadigan bir a'zo. Odatda bu miya kichik bir a'zo, ig'irligi 1,5 kg kamaydi ekan. Tasavvur qilaylik, 1,5 kg kamaydi. Odatda beshimiz shunda ig'ir, voy kalsiumda yo'g'on kalsium shunda ig'ir deymiz, ammo u ustixon qartilgan. Miyaniki sirtidagi qaplagan ustixon, ammo miya nihoyat kichik bir yengil, 1,5 kg kamaydigan bir ig'irlikdagi a'zo. Ammo bu miyada shu 1,5 kg kamaydigan shu bir a'zoda 1 million milliardga yaqin 100 milyardga yaqin nerv hujayralar joylashgan bo'lgan. 100 milyard. Masalan, ko'z oldimizga keltiraylik. 1,5 kg bir tovuzni oldik deylik. Uningga biz 100 milyard chekit urpaqili, balkim urdigan yer topolmasligimiz mumkin. Patmaslik mumkin. Biz insonlik nimamiz bilan uni sinab baqsak, bir 100 chekit yoki 1000 chekitni ura olishimiz mumkin ya 1 million, ammo milyard chekitni ura olmasligimiz mumkin. Bu bir buni nimani bilmoqchi degan chaqda bu miyaning qanchalik garchi 1,5 kg ig'liq bir narsa bo'lgan bilan uni qanchalik murakkab bir nerv sistemasidan tuzilganligini bizga bildiryotdi. Endi bu tutqoq kasali degan chaqda men yana bu yerda tutqoq kasali cho'nglardan ko'rildi, kichiklardan ko'rildi, bo'baqlardan ko'rildi. Bunda holatda homiyli vaqtlardan ko'rildi masalanda. Bunda vaqtlarda
qanday qilish kerak? Bu tutqaq kesilini qanday farqlanamiz degan vaqtlarda endi yana oxirgi mazmunlarda davomlashtirsak bo'ldi. Endi ota-onalar bilishga tegishli tutqaq kesilgan nima desa, bu programma ko'rgan tutqaq kesilib miyada bo'lgan. Miyaniki elektrik to'lqinlarda masala chiqadigan yoki miyaning tashqi zarba uchrashi bilan ta'sirga uchraydigan yoki mesela miyaniki uzun suratlik, uzun vaqtlik ruhiy besimga uchrash bilanmi balda shu kasallik alomat ko'rildigan. Onun başqa nurg'un irsiyat xarakterlik bo'ldigan, hatto ba'zida hech qanday sababini bayqayolmaydigan holat ko'rildigan bir xil kasallik. Qisqartib aytsak. Tamam, bunda olsa, şu tutqaqlıq kesilliğinki kelib chiqish sabablari va buning alomatlari ustida to'xtalsak, ya'ni ota-onalar qaysi xil shaklda bolalarda mush kasal borligini bilalaydi yoki buni o'sha doktorxonada maxsus tekshirish orqali chiqaramdi degandek mush savolimga javob bersangiz. Tutqaq kesilliğinden kelib chiqish sabablari nihoyat ko'p mazmunlarni o'z ichiga oladi. Ammo buni bizningki masalan tajribamizning cheklik bo'lishi, ko'rgan tutqaq kasallarimizning sonininki ma'lum bir darajada bo'lishi bilan bütün tutqaq kesilliğinki sabablarini biz bu yerda o'tirib qo'yib bo'lmaymiz. Endi mush bolalarda ko'rilayotgan tutqaq kesilliğinin sabablari ko'pincha mush tug'ut jarayonida, ya'ni mush bolaning baldir tug'ib qilish, yoki mesela tug'ish jarayonida bosh suyini ichib olish, yoki mesela bolaning tug'ish jarayonida miya yallig'i bo'lish, yoki mesela bolaninki 3 yoshga bo'lganlikda miya parda yallig'i, o'pka xarakterlik yallig'lar yoki mesela boshqa xarakterlik yallig'lar sababidan miya parda yallig'i bo'lish bu tutqaq kesilliğinki bir sababi bo'ladi. Onun başqa tashqi zarbaga uchrashi bilan kelib chiqqan sabablar. Masalan, balaniki tuyuqsiz uchib ketishi, yiqilib. Shu balani kichik vaqtida opisi bekar o'z diqqat qilib baqsin, kichik balalar ko'tatmayli, diqqat qilayli, bala vaqtiga tashlab qo'ymaydi degan maqsad balaning bexatarlik nuqtasi. Masalan, bala uchib ketdi, yiqilib ketdi yoki miyasi qattiq zaxm yedi, bala bizga deyolmaydi. Ammo uni bir mazgildan keyin biz bayqashimiz mumkin. Tashqi zarba. Undan boshqa biz ham shu 2 yoshdan halqib bala mangishga boshlagan vaqtida bir nimada ko'rdim. Shu kichigidan tortib ailede xorluq uçurgan balalar. Mesela ögey ana tarafından xorlangan, ögey dad tarafından xorlangan. Yoki mesela aşna bir xorluq. Hozir mesela biz vatan alını alaylı. Mesela balaların hammasini bir kichik balani apib yig'ida deydi, o'qitdi deydi, ulig'ini sifati oshirib besim, otaning mehrining bo'lmasligi, xorliqlarga uchrashi, ro'yi siqilish, mushlarmi balaning keyin kunlikda miyasininki aşnada bir kasalga maruz qilishiga sabab bo'lgan alomatlarning biri. Undan boshqa ananikin mushu ota-onalarninki mening bilishimcha, mening ko'z oldimda o'zininki deb birishicha, o'sha bola qo'saq ko'tarib qilishniki, masalan Xitoyniki mush qo'saq ko'tarib qolsa, bolani tushiradigan yoki masalqa shu o'ziniki turayotgan yerdan tashlab chiqish majbur bo'ladigan, kayni tuqqandan keyin turmalar kirib qolgan ahvollarni qo'rqib, ba'zi bir ayollar eri ruxsat qilmasmi yoki amalsizlikdan tug'ut cheklash dorilarini ichadigan yoki bo'lmasa tug'ut cheklash dorilarini qo'llanish sababli bola tug'ilib tutqaq kasallar tug'ilgan bolalarni ko'rgan bo'ldim. Endi bularni men dastlabida buningki zodi nemish bo'lgan deb so'ragan vaqtida dastlabda rostgapni qilganimda keyin endi telefonda deyishcha dediki shundaq men shu bola qusqin qolganda qilishni bilmaydim, tug'ut qusqin qolib qolmasga deb do'rishgan dedi. Demak shuning sababidimi tug'ut cheklash dorilarning sababidimi bolalarningki qanday bo'lganligi. Masalan, hozirgi vaqtda vatanga tug'ut cheklash uchun turmalarda nurg'un ayollarga shunday dorilarni ishlatyapti deydi. Buningki kenglikda balkim asli keldi degan chaqdimi, ya'ni bolalarga qanday ta'sir bo'lganligi buningda ma'lum bo'lib turdi. Undan boshqa ko'pincha irsiyat xarakterlik. Masalan, ota-onasining jamiyatida mushkil bo'lgan bo'lsa, yoki onasining ya dadasining ya urug' tuqqanlarning ba'zida deyish mumkin, biz bu shunda sog'lom, shunda diqqat qilib qo'ysak degan, tuqishga diqqat qildik, bu bola shu o'zim boqqan, yasligim bermagan deyishimiz mumkin, lekin sizning tarixingizda, oilangizda mushta bir kasal bo'lishi mumkin. Chunki bu kasallar gendan, irsiyatdan tortildi. Mushu sabablar tutqaq kasalligidan kelib chiqish sabablarining qatorlaridan biri. Endi bularning hech qaysi bo'lmagan sharoitda shunda bo'lib qoldi desak, endi bizning o'zimizniki diniy hukm bo'yicha bo'lgan chaqda bir ayol payg'ambarimiz oldiga kelgan, mana mushta kasal bor degan, saqib qo'yishim uchun duo qil degan, lekin sabr qilsang jannat dedi. Nima dedi? Shunga u ayol sabr qilishni o'ziga qabul qilgan. Demak, bu kasal azaldan bor. Qiyomatgacha bo'ladi. Bu kasalning endi ashundaq bo'lib qolishiga nisbatan bizdan bo'lib, biz musulmonlardan sabrni talab qiladigan, ajrni talab qiladigan bir kasal deb o'ylayman. To'g'ri. Undan musulmonlardan kendilam so'rgandim, alomatlarni qanday bilib olamiz bu kasal borligini? Endi bu kasalning borligini mushu tutqaq kasallik diagnoz qo'yish amaliyotda mush alomatni bayqash bilan %100
o'ngtanas deymi. Nima uchun degan chaqda bu kasalga biroz seti ishlash, yoki hozirgidek mandaq yuqori texnikalik asboblarni tekshirish, yoki navdiyanta deb qo'ydi, mana meni elektron to'lqinni ko'rish. yoki bo'lmasa shu bolaninki bir qitimliq bunda ko'ringan alomat bilan emas, ota-onasining uzunchil kuzatishi va diqqat qilishi bilan bayqagan alomatlar orqali diagnoz qo'yildi. Masalan, buning alomatlari degan chaqda ikki turli bo'ladi. Birisi cho'ng alomat, yana birisi kichik alomat. Ama ko'pincha ota-onalar cho'ng alomatni bilalaydi. Cho'ng alomat deganimiz bolaninki tuyuqsiz muskullarining qutqullarining tortishib qilishi, og'izning ko'piklarining chiqishi, ko'z qarchug'ining keyini ketishi, chiroyining tatirib ko'kirib ketishi, shu damalliqqa shu bola shunda bo'lgan vaqtida yiqilib aynab qoladigan bolaninki shu chaqda sezgusimi yo'qaydi. Aqlini yo'qtidi, sezgusimi yo'qtidi. Bunda vaqtida bola tuyuqsiz yiqildi, cho'ng kichik taraflarini qo'yib yetadigan, og'izdan ko'piklar yenib qusadigan, bolaning o'zining bir kontrolini yo'qotgan bir holati bu tutqoqlikning cho'ng alomati bo'lib hisoblanadi. Ammo tutqoqlikning kichik alomatlari bor. Endi bizni bu yerda diqqat qilgan bir narsa, hozir bu alomat cho'ng, masalan, bir bola tuyuqsiz yiqilib ketsa, aynib ketsa, og'zidan ko'pik yansa, putqo'lda kirishib qolsa, voy bu bola nima bo'lganda tutqoqlik kesi bormi yoki tortishib qoldi deganni hamma ota-ona biladi. Ammo bizning bu yerga eng diqqat qilgan bir nuqtamiz bu tutqoqlik kesiligi kichik alomatlari. Bu kichik alomatlarni ko'pincha ota-onalar bayqay olmaydi ekan. Men bu darsni tayyorlab qilish jarayonida shu o'ylab qoldimki, bu kichik alomatlarni bayqash bek muhimki, bu cho'ng alomatlikka o'zgarmaslikning, bu kasalning ig'irlab ketmasligining oldini ola oladi. Endi kichik alomat o'zi qanday bo'ldi desa, buni ko'pincha vaqtlarda o'qituvchilar bayqaydi deydi. Bu bolalar masalan bir narsaga diqqatini jiqib, masalan sinfda oldida o'tayli deylik, dars boshida qarab o'tgandek butun diqqat bilan dars anglaganda qildiki, lekin u boladan savol so'rasa, ismini chaqirsa javob bermaydi. Bu uzun mezgillik o'zining xotirasini yo'qotgan, o'zi sinfda kalisi boshqa yerda, tuyg'usi boshqa yerda holatda uzun mezgil davom qiladi buni. Masalan, uyda o'tgan bolalarimiz uzun mezgil ashta o'tirib qolsa, bu nima bo'lganda deb bolaga tekshirish epiqish kerakki, uning boshqa bolalarda turib kekashlab qoldigan. Masalan, ba'zi bolalar tilva deb qo'yib kekashlab qoldigan. Turib bolalarning og'zidan bir tuxumning sesiq purqidek sesiq puroq keldigan. Chunki bu oshqozon manbalik bu tutqoq kesili bo'ldi. Oshqozon sesiq gazning kallasi o'lish bilanmi tutqoq kesili qo'zg'aldi ekan. Onaniki balada yalqi turib qosh ko'zlarda bir xil harakatlarning bo'lishi, bu alomatlarga ham diqqat qilishimiz kerak. Agar burun sizning ashta bir bolangiz bo'lgan bo'lsa yoki sizning oila jamiyatingizda shunday bir kasal bo'lgan bo'lsa, bolangizda mushta alomatlarning bo'layotganiga ham diqqat qilishimiz bek muhimki. Bu kichik alomatlarni damoqda bayqagan bo'lmaydi. Ammo bunda alomat o'zingiz benormal esqanchaqda vaqtida doktor ko'rinish orqali buning amalini qila olsak, cho'ng tutqoqlik alomatlarning ko'rinishining oldini olib bo'ladi. Demakki, yana shu bolaninki ish harakatlarga bundan burungi programmaladim deb o'tgandek, yana onaninki ko'z tushi orqali bolasida qanday kasal borligini bilib chiqil bo'ldi. Bu ahvolga aytib diqqat qilmasak bo'lmaydigan bir ahvolga. Unda esa shu 3-savolim kelayli, tutqoqlik kasalini davolash usullari qanday shaklda ilib berildi? Endi bu tutqoqlik kasalining davolash usuli to'g'risida mayli biz burun ishlagan vaqtlarimiz bo'layli yoki hozir izlanishlarimiz bo'lsin yoki dunyoviy xarakterli olimlarning fikrlarini biraqor arashtirib ko'rib qilib baqdi. Bu davolash usuli endi qalbdan ketmaydi. Masalan, birinchisi shu dori orqali davolash. Agar ig'roq bo'lsa fizikalik davolashni qetish. Undan boshqa nima sababdan bo'lsa shu sababini tepib davolash. Masalan, bola meni parda yallig'i orqali tutqoq kesib bo'ldi desak, yalliqni kontrol qilish. Agar bola hadad ziyod qon ozlik, mensi qon yetishmaydigan bo'lsa, uninki asli kasal manbasini davolash. Agar bolaning beshida bir o'sma yoki bo'lmasa tomirlarning almashib joylashib qilishi yoki bo'lmasa nervlarning to'silib uchirgan bir narsa bo'lsa, tashqi kasalliklar nuqsatini davolash olib berish. Undan boshqa shu kasalni davolagan vaqtda biz yana diqqat qilgan nurg'un usullar va bunga yana biz aldirmay javob bersak bo'ldi. Ammo buning davolash usuli kelgan chaqda bizning ota-onalarning beshini qattirayotgan bir masala bor. Bu kasal saqaymaydi. Hozir men bu gapimni balkim programmani ko'riblar bugun tutqoq kasali haqida so'z o'tkazib, bu kasal saqaymaydi deb balkim ekranni o'chirib yotganlar bo'lishi mumkin. Bu dars xo'shaqmagan bo'lishi mumkin. Lekin bu kasalni saqay qilib bo'lamdi? Olimlarning fikricha bo'ladi. Masalan, Payg'ambarimiz degan bu kasal saqaymaydi, sabr qiling deganda, voy bu kasal saqaymaydi deb payg'ambarimizning degan gapini inkor qilganligim emas. Lekin payg'ambarimizninki degan o kasali sababi aniq bo'lmagan, aniqlanmagan, zotda shunda tug'ilishdan tutib bir umr davomlashayotgan qartilgan. Ammo men degan tutqoq kasalining sabablari aniqlansa, uning sababini davolansak, buningki oldini olib bo'ldi, ham kontrol qilib bo'ldi. Masalan, bu to'g'risida olimlar bir sinaq qilib qolgan.
Bu kasal insondagi umid bor bo'lishini agar ota-onasida umidvorlik bo'lsa, ota-onasi bel qo'yib etmasa, mushuni davolashga nisbatan qat'iy niyat kelsa, irodasi bo'lsa, bu kasalning saqiydiganligi to'g'risida statistikaga ilib tajriba etib beqibdi. Masalan, qanday olibdi desa, bir chashqanni suvning ichiga 15 minut qo'yib qo'yibdi. 15 minut qo'yganki, u chashqan 15 minutda 13 minutgacha bardosh bera oladi. Lekin 15 minut qışı tarixanchaqda oxir u chashqan suvning ichidan bir budlikni ichiga chashqan qo'yib suvni qo'yib berdi. Budlikni yerimida quruq qo'yib qo'ydi-da. Quruq yerga intilib men chikasam bo'ldi deb suvda tunjiq o'lib qolgan bo'ldim-da. 13 minut harakat qildi. 13 minut tipirlabdi. 15 minutga 2 minut qolgan vaqtida oxir bel qo'yib yetib, suv o'zini tashlab o'libdi. Ammo 13 minut to'shqan chaqda yamir sashqanni qildi. 13 minut to'shqan chaqda uni ivabdi. Ivagandan keyin onu birden dam aldırıp, bir gün onu aram verip, yemeklik verip, esnek kelgandan keyin yana suga tashlabdi. Onu suga tashlab, yarım saatgacha suvda amabdi. U yana yarım saatgacha o'zining chiqib ketishiga irodasini bog'lanib ifodalab, bel qo'yib etmabdi. Bundan endi bu tajriba ishlagan kishi debdi, sen bu kasalni davolashni mushunda umid bilan qilishing kerak. Sen 15 yıl, mesela 15 ay davaladın, ya ki 15 yıl davaladın. Sen bel koyma demekçi, sen bir ümit var bol demekçi. Şunun hem de bu kasalning davalash usullari va andaq doğruları mı cek? Her bir balaga berigan doğru o'xshash emas. Masalan, doğrunu berganki uni tangshash va to'xtatish va qarorlik o'zgartirish va masalan bir doğrunu berib qo'yiblar, bo'ldi, shunga bir ömür yassin demaydi. Endi buni davolagan chaqda eng uzun vaqt 3 yildan 5 yilgacha. Endi ko'pincha olimlar voy buni kasalni 100% davolag'il bo'ldi. Ish bo'lmagan 70-80% kontrol qilindi deb mushtaq tushuntirishlarni beribdi. Hamma odamningki bolasininki immunot kuchi, ananki ota-onasi qanchalik imgan, o atanın balığı nisbətən, şu kasalga nisbətən qanchalik tushunsiz bor, tushunsiz to'g'rimi, diagnozi to'g'rimi, o davolashga nisbətən qanchalik izchilligi bor. Bu nuqtalardan hammani birlashtirib kelgancha, onu bu kasalni davoligi bo'lamdi, saqat qilib bo'lamdi degan nuqtada javob bergan bo'ldi. Har bir kasalga bu cho'qim saqib ketdi. Mesela ben doktor bo'lib süptimde, "Ay bu balığın saqıydı o" desem, "Nima qilsan dedim?" "Meni aldım kelgan kasallarni saqayganlik qarta" dedim. To'g'ri. Ammo meni aldım kelgan kasal bo'lgan balalarning ota-onasining har birisining sabrchanligi, davolashga bo'lgan izchilligi, u davolashga nisbatan to'g'ri davolash etpamdim. Bu nuqtalar farqli. Unda bo'lganlik uchun bu kasalni biz saqat qilib bo'lmaydi demaymiz. Saqat qilib bo'lgan kasal, lekin nurg'un badalni talab qilgan kasal deb qaraymiz. Yani en başından deb o'tamiz. Ayol Peygamber Aleyhisselam'ın qishiga borgan vaqtida sabr qiling dedi. Demek ki şu sabr qilib umid bilan bo'lgan ahvol ostida anandan keyin bu kasalni to'g'ri. Hozir men dedingiz kontrol qilib bo'ldi, oldin og'il bo'ldi deb. Undan so'ng tutqoqlik kasalni tubdan saqayt qilib bo'lamdi. Endi yana qayta deyish to'g'ri kelib qoldi. Endi shu tubdan saqayt qilib bo'lamdi degan chaqda olimlar 100% kontrol qilib bo'ldi. Yoki bo'lmasa nima beyin pil taqab, mesela men tutqaq kesib bo'lgan bolaga beyin pil taqab qo'yish orqali nima batareya ashni kontrol qilib bo'ldi deb nurg'un usullarni qo'llanibdi. Balki hozir dunyoda usullar ilg'orlashib ketdi hamda. Bu o'liq kichik bolalarda bo'lgan kasallar, kichik bolalar bo'lib bir ömür cho'nglargacha 55gacha 60 yoshgacha bir ömür davom qilgan kasallar. Uniki bu kasallar qandaqdir o'liq ersiyat bilan haraq ichish, tamak chekish, har xil xumor bo'lib qolgan narsalar bilan chiqadigan kasallar. Ham buningki dedim o kasalning sababini kontrol qila olsa, bu kasalni kontrol qilib bo'ldi. Endi bu kasalni tubdan davolashda meni endi bu yerda bu yarim soat programmada voy adorni mancha siz yoki bo'lmasa palonchi bolasini manda qilib ketsin, manda qiling, yoki bo'lmasa bolangizda manda alomat bo'lsa, davolashni qiling, manda alomat bo'lsa, mana qiling deb men har bir ota-onaga men bu yerda yetarli javob berib olmayman. Birsiga vaqt yetmaydi, hech narsaga uni mening saviyarimmi to'g'ri kelmaydi. Chunki men xizmat ishlagan, men yo'liqqan kasallarga nisbatan gap qila olmayman. Men tek ko'rmagan, men bayqamagan, men tek davolab boqmagan, men tek tajribasiga erishmagan kasallar haqida men parang qila olmayman. Ham unisiga mening ishlagan sharoitim bilan Turkiyaning sharoitiga texnik farqining qanchaligi menga noma'lum. Agar buni dunyoviy xarakter nuqtasidan, masalan hozir Google amja kirsak, hammani deb turdi, hammani izlaymiz, ammo shu dunyo nuqtasi yozganlarning hammasini akab u har bir odamga vakillik qildi, lekin hammaga vakillik qilmaydi yana. Endi bu yerda tubdan saqat qilib bo'lamdi deganda men bugun mush darsni tahrir qilish orqali, dars tayyorlab etish orqali insonningki nihoyatda noshukr bo'lganligini ham shukrning qanday vaqti bo'lganligini mush dars orqali oldim. Hem men bu dersni şey programma qilib o'rlashtirganlardan xo'sh bo'ldi. Hem mushunda bir fursatni xalqimizni berganligidan suyundim, xalqimga rahmat aytaman. Nima uchun danglarni? Chunki
Bu kesel, mesela bizden balının dadı cemiyeti de mi bu keselken? Mesela ani cemiyeti de mi bu keselken? Lekin bu cemiyetlerde bu kesellerin buluşu, yani bu ballarınki, bu nikinki cemiyetki ballarda buluş nispeti yukarı buldu iken. Elhamdülillah, yani 4 ballarda bu kesel bulmaptı. Endi ben bu noktani oylab hoş buldum. Ama bunun da mening qanday bedel to'laganligimga qarab, Alloh taolo mening bu bedelni to'layotganligi uchun Alloh taolo mushunda bo'lib qolsa saqlab qolibdi ekanda degan bir darsni oldim. İnson hayotida nurg'un narsani bilgan bilan, anglagan bilan, o'qigan bilan reallik kelgan chog'da uni amal qilmoq yoki bo'lmasa uni qabul qilmoq bak tas bo'ladi ekan. Bu insonning ozligi bir şeydan chiqadi ekan. Endi bilib turib xatolashib qoldik ekanmiz. Masalan men mushu tutuni oldindan ilish bo'lamdi, ota-onalar nega diqqat qilish kerak degan chog'da. Chunki bu kasal hamile vaqtini tortib otani diqqat qilishni talab qildi ekan. Nimishqa danglar? Chunki qo'saqda bola qolgandan keyin bu muhim nuqta. Bu xalqimizning anglash tegishli bo'ladi. Biz bolalar nuqtasiga qilyapmiz. To'g'ri. Qo'saq qolgandan keyin 4 hafta o'tgandan keyin bolaning miyasining hujayrasida 250 million hujayra nerv sistemasi oluşup xizmat ko'rsatadi ekan. 4 hafta ichida qarang. 4 hafta. Dastlab 4 hafta. Bola voy qo'sqinni qapti deb tashrashda chiqdi. Bola nimadan tuxumdan baliyatga tushdi. Baliyatga 4 haftadan keyin. Demak, biz bu darsni oldingiz. Burungi vaqtingiz o'tib ketdi. Endi yangi homila bo'lgan vaqtida to'xtabdi. Men dastlab qo'sqinni qapti. 4 haftaning ichida bolaning miyasi yetildigan mezgil ekan. Men bu mezgilga diqqat qilay. Nimaga diqqat qil ekan? Masalan, ayol o'tirishga munosabatga, yana birsiga o'zining kayfiyatiga, qalayimqan dori ishlatmaslikka, zukam bo'lib qolishning oldini olishga, haddidan ziyoda charchamaslikqa, bularga diqqat qilsa, bolaning miyasi yetilayotgan muhitni tanishib bergan bo'lib ekanmiz. Endi tamam, u vaqtni o'tkazib Endi bolangiz qo'sqingiz qoldi. Bola tug'ilib 1 yoshgacha bo'lgan oraliqda butun reflekslarga, masalan, shartlik refleks deymiz. Mesela doğal refleks deymiz. Qanday refleks deydi? Mesela bola tug'ilib olsak emidu. Birki u imini uyutib qo'ymadi uningga. Mesela bir yoshlikni munavan uyutdi usta. Yoki bir saypon qassoblik kim uyutdi. Ammo u bola tug'ilib oladi, u tabiiy refleks. O tabiiy refleks mesela taraf qilishni uyutib qo'ymadi, siyishni uyutib qo'ymadi u bolaga, yig'lashni uyutib qo'ymadi. Mushu tabiiy reflekslar tug'ilib, ash bola tug'ilishi bo'lgan oraliqda, qo'saqdan tushishi bo'lgan oraliqda, ash 1 yoshgacha yetilib bo'ldi ekan. Ama dikkat qilaylik hamda. Mush 1 yoshgacha bo'lganlikda mush miyaning xizmatlari bolaning o'sha shartlik, ya'ni doğal, tabiiy reflekslarning shakllanishiga o'sha 1 yoshgacha bo'lganlik muvofiq bo'lsa, o'sha vaqt diqqat qilsak bo'lsa, agar 1 yoshgacha biz diqqat qilmagansak, bolalarimiz qanday bo'ladi? Endi oldini qanday olamiz endi? Bu kasal bo'lib qolganda oldini olma degan olmaydi. Cho'qim bu kasalning oldini. Endi inson hayotida masalan mayli ma'rifda bo'lsin, mayli tijoratda bo'lsin, mayli xizmatda bo'lsin, mayli har qanday bir sohada bo'lsin, tecrübeni qanday yakunlaymiz? Bu bo'lganiga yakunlaymiz. To'g'ri. Hech qanday odam beshni bo'lmay turib tajriba yakunlamaydi. Endi bizning bugungi bu darsimizniki xalqimiz nima foydasi bor? Dunyoda mancha million odam tutqaq kesilib bo'lganlar bunda bo'ladi. Umri oxirigacha davom qiladi. Bu kasallar mancha pisan saqaydi, saqaymisi bo'lsa bunda bo'ldi deb so'zlab bersam xalqimga nima foydasi bor? Meniki bu xalqimga sungan narsa nima? Bu yerda deydigan gapim. 0 yoshdan 1 yoshgacha bo'lganlikda mushu vaqtda bolalarniki, bolam yaxshi inmayotidi, cho'ng kichik tarafdan normal emas, bolam tuzak yig'lamaydi, yig'ilsa to'xtamaydi, benormal degan narsalar bo'lib qolmasligi uchun. Undan so'ng menga buni yaxshi kontrol qilish kerak, shundaymi? Undan so'ng bu menga yaxshi yetilish uchun ona va dada bu bolaga nisbatan shu qo'saq qolgan kundan boshlab badal to'lash kerak. Endi yana men olaylik. 3 yosh kirgangacha bo'lganlikda men sizga dedim mobayim 250 milliard nerv sistemasi bor ekan dedik-ku. 3 yosh kirgich bo'lganlikda, kichik 4 yoshgacha bo'lganlikda osh sistemaning hammasi cho'ng odamda yetilib bo'ldi. Shuningga deydi olimlar 4 yoshgacha bo'lganlikda bolaning xuy mijozini, kelgusini, bolaning yetenigini, aqlliligini, bolaning qanday bo'lganiga 4 yoshgacha bahor berib bo'ldi. Nima uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bolani 4 yoshdan keyin la ilaha illalloh deb shahodat kalimasi aytishni o'rgatinglar, iymonga chaqiringlar degan narsalarni uningdan burun demaganligi, uningdan keyin deganligini men o'ylab ketdim. Yana birsiga biz nurg'un ota-onalarimiz bolalarimizni yashli hayotida nobud qildik. Ya'ni turklar mahv etdik deydi, nobud qildik deymiz. Yashli ma'rifi bizga nurg'un qulayliklarni, xizmatimiz qulayliklarni, oilamiz qulayliklarni olib berdi. Bu turmushning bisimi
Şunu mecbur qildi. Əməliyyatda Yaponiyada deyimiz, başqa dövlətlərdə ayol kişi oxusa, xizmət məsələn universitet bitgan bolsa, tuqqan bal tuqqan uyda oturgan. Ailə ayalı buluş əsli bir şərəfli iş. Məsələn, mən bugün bu dərsi niyə şükür etdiniz acaba bir gəqib qaldınız deyişiniz mümkün. Çünki mən 3-cü balamı tuqqan vaxtında 2-ci balamla 3-cü balamla 1 yaş fərq qıldı. Çoğun balamla 3 yaş fərq qıldı. Mən 3-cü bal səbəbindən xizmətdən haydaldım. Planның sırtı balı doğduğum da fayda aldım. Lakin mən haydalğandan keyin haqiqatan manchilik 20 yillik o'qish hayotim, xizmat tarixim, kuzatgan tirishchiligim, o'qish jafolarimni o'ylasam ko'nglim yerim bo'ldi. Lekin men buni bugun dars tayyorlashdan to'xtabdi. Men xizmatni olib uyda o'tdim, lekin 4 bolamni hammasiga o'zim baxtdim. Yasliga bermadim. Bütün mehrimni balaga bo'lgan bütün xizmatimni atab ashta qildim. Buning uchun men gerçi bizning irsiyatlarimiz bu kasal bo'lsa-mu, men badanni Xudoy menga to'latkizgachga balarim saqlab qopti degan narsani bugun tajriba olaman. Agar men bugun bu darsni qilmagan bo'lsam, men rost u chaqlarda sirtqama chiqmaydim, bozorga bormaydim, qo'lim qo'shnayoqim oldirib chiqmaydim. Mening qilgan ishim bola bilan o'ldirish, bolani masalan shu bolani 4 yaşga kirishga vaqtida o'zim savodini chiqarish, Uyg'ur savodini o'zim chiqarish, kitob o'qib berish, ular bilan paranglashish. Endi bu yerda demoqchi bo'lgan gapim shaxsan mening kichik qizimda tutqoq kasallik alomati ko'rildi. Bu tutqoq kasallik bilan epilepsiya deydi, turkchada tutqoq kasallik. Yana bir kasal bor, tortishib qilish deydi, uni havola deydi. Biz bu yerda ota-onalar shuni bir farqlantirishimiz kerak. Mishen ko'rayotgan ota-onalarningki %95%ning bolasida epilepsiya bo'lmaydi. Men tutqoq kasallik bo'lishini aytayin, ammo havola. Tutqoqlik bo'ladi. Tutqoq kasallik bilan tutqoq o'xshamaydi. Masalan, birsi denshen deymiz, birsiga cho'fon deb qo'ydik. Xitoycha. Bu yerda ko'pincha ota-onalar mening balamni o'z vaqtida qizib tutib qoldi. Kichik vaqtdan chiqdim tortishib qolgan. Voy biz baq qo'rqqandik, cho'ng'an tutqoq kasallik bo'lib qolarmi deb degan ota-onalar ko'rmang. Shaxsan mening kichik qizimmi shuni yashadi. Mesela 2 yaşdan beri 2-3 qitim bal tortishib qoldi. O tortishib qilgan sabab bal 1 kilo 300 tug'ilib qoldi. Qanaz tug'ilib qoldi. Men shuning bilan u balni shu zaten xizmatdan haydaldim. Mening hayotim 1 kilo 300 bala o'ylab taqam. Bir qo'ltiqimda bala, bir qo'ltiqimda tamoq, beka olsam kitob, balla bilan o'tib, men zaten 2014 chet elga chiqmoqchi bo'lganlikda qo'limga bir telefon ishlatib baxmagan. Qo'limda bunda bir o'tirib, bir WeChatda ya ushtur yo'llaydigan telefon yo'q, uy telefoni bor. Ash darajada balla bilan hayotim shunday bo'lgan. Endi mushning badaliga ballalarimda balkim ashta bo'lsa-mu, ersiyat bo'lsa-mu, yoki abalam og'zi tug'ilib qolgan bo'lsa-mu, hozir vaqtda ballalarimning ahli va jismoniy jihatdan sog'lom bo'lishiga shu badalni Alloh menga to'tibgan degan bir demek tasarrufga keldim, bir yakun va nasihatni o'zim oldim. Endi bu yer demoqchi bo'lgan gapim, agar siz ko'rmalar ichida sizning ballalaringiz uchun tutqoq kasallik bo'lgan bo'lsa, umidsizlanmang. Agar haqiqatda joyil xarakterlik, uzun xarakter so'zib ketgan, hele o TV ko'rib, hele bu doktorning dorisini yeb, hele unda qilib, hele bunda qilib, bal saqaymay, yana ashta davom qilayotgan bo'lsa, buni faqat sabr qiling deyman. Alloh buning ajrini berdi deyman. Ammo bu tutqoq kasallik biz o'ylagandek har kuni tutadigan kasal emas. Ba'zida bir kunda necha qatim tutadiganlar bor. Bu ig'ilishib ketganlar. Ba'zida yilda bir qatim tutadiganlar bor. Ya ba'zida 3-4 yilda bir qatim tutadiganlar bor. Endi mening balam tutqoq kasallik bo'lib qoldi, yoki qizim bo'yiga yetib ketdi, hozir 20 yoshga kirib ketdi, balam tutqoq kasallik bor deb, hatto tutqoq kasallik bo'lgan bolalar cho'ng'an to'y qilib bo'lamdi. Hamile bo'lamdi degan savollarni so'rag'ishlar bo'ldi o'z vaqtida. Endi bu yerda bu darsimizning mazmuniga pek munosabatli bo'lmasa-mu, lekin sizning balangiz kichik vaqt tutqoq kasallik bo'lgan bo'lsa, hamon bu bola cho'ng bo'ldi. Sizning bu savolga chuqur ehtiyojingiz tug'ildi deb o'ylayman. Undan olgandan keyin agar sizning balangiz tutqoq kasallik bor o'g'lingiz bo'lsa, yo qizingiz bo'lsa, u har kun tutadigan alomat bo'lmagan bo'lsa, oylarda bir qatim, yillarda bir qatim tutadigan alomat bo'lsa, balangizga normal to'yini qilishingiz, hatto qizingiz bo'lsa, normal qo'saq ko'tirish bo'ldi kerak. Hatto qo'saq ko'tirish jarayonida tutqoq kasallik tutib qolsa, doğrusini yeb kontrol qilg'im bo'ladi ekan. Balkim to'y qilish bilanmi insonninki miyasidagi nurg'un o'zgarishlar to'y qilish bilanmi o'zgargan bo'lganligi uchun aksincha bu tutqoq kasallik foiz bo'lib qolgan tarafdir ham bo'ladi ekan. Shuning uchun bu balam cho'ng bo'lgan chaqda xudnab beramisam yo qizimni beramisam, bu balam bir umr mushta xarob qolar. Mendan keyin kim baqa? Hozir men baqaman, keyin bu urug'ni qoldirib baqaman deb menda g'aymi ketmey, bunun yanında tedbirini ilişki aman ilişki buluda. Eğer de yaş kızlarımızın içinde aslında burun tutqoq kasallik bo'lib bakkan turib belki başkalar köp bilip ketmeydi ama özü şu kisel alameti bo'lib qalsa, onun ensirmay turmuş kursu bo'lganligi, onu doğru kontrol qilganligi bo'lganligi bir yer demekçi. Endi bu yerda bu darsni olgandan keyin endi mush bolalarninki 4 yoshgacha bo'lgan oraliqdagi ma'rifning qanchalik tarbiyalanishning
Hatta bir tecrübe işlepti. Şu tutqaq kesilib bo'lgan bolaninki mengisininki o'zgarishni asbab tashrabdi. Tutqaq kesilib bo'lmagan bolaning mengisining o'zgarishini aymoy tashrabdi. Buni bir tecrübe qildi-da. Ondan keyin o tashrab bo'lgandan keyin bu ikkisining mengisining o'zgarishida cho'ng o'zgarish borligini bilgandan keyin ona sutini emib tutqaq kesilib bo'lgan bolalarning mengisi bilan ona sütü immay turib tutqaq kesilib bo'lgan bolalarni tajrib qildi. Mesela ana sütü emgan bolalarning tutqaq kesilganki, tutqaq kesilib bo'lganda mengisida o'zgarish bo'lmaydiganligini. Ana sütü emmagan bolalarning bosh sütü, kala sütü emgan bolalarningki tutqaq kesilda mengisida o'zgarishida biologik o'zgarishning cho'ng bo'lganligi, ana sütü emgan bolalarda unda o'zgarishning bo'lmaydiganligi. Yana nimani aytibdi? Yana bizning bolalarimizga shunda yetarli darajada ana sütü berishimiz kerakligini, ana sütüning o'z navbatida ananing mehri ekanligini, hamda bu menganing yashirish uchun masalan debdiki 4 yoshgacha bola to'xtamay savol so'rasa, bolaga to'xtamay gapirib berishning shunchalik muhimligini, bolaning savoliga javob berishning shunchalik muhimligini, bola hikoya aytib berishning shunchalik muhimligini, bolalar bilan fikrlashning shunchalik muhimligini debdi-da. Endi bu yerda nimani ko'rsatsa, bu yerda sen mesela bu menga jim turadigan narsa, bir narsa ko'yganda, ya bir harakatga yo'lqan, ya bir ovozdan olganda harakat tutadi. To'g'ri. Endi bu kichik bolaga hech bir zamonda bir ishqa sololmaymiz uni. Yoki bo'lmasa bir sirti ijtimoiy aloqasi yo'q. Faqat bizning gap qilib berishimiz uningga nerv sistemini qo'zg'ayotganda. Shuning uchun ota-onalarningki ba'zi ota-onalar egri besib bo'lishi mumkin, gap qilishni xohlamaydigan. Ba'zi ota-onalar ko'p gap qilishi mumkin. Lekin bolangizning mengisini taraqqiy qilishi uchun bolangiz bilan ko'p fikrlashishning 4 yoshgacha bo'lganlikda onaningki o'zining bevosita mehr muhabbat bilan ona sütü bilan tarbiyalashniki tutqaq kesilib bo'lmaslikning. Agar bo'lib qolgan bo'lsa-mu kontrol qilib bo'ldiganligining. Tutqaq kesilib bilan tutqaqlik o'tirsidagi farqni tamoman kontrol qilib bo'ldiganligi. Masalan, mana ekan. Shu ona sütini emgan bola tutqaq bo'lish nisbati yuqori bo'ldi ekan. Faqat ona sütini empaqmaganligi uchun qizib qazib tatishib qolgan egri bo'ldi ekan. Agar bu kasallikning hammasini vaqtida davolab kontrol qilmasa tutqaqlik o'zgarib ketadi ekan. Tutqaqlikdan davomli qo'zg'algan o'zgarib ketadi ekan. Ama bir yerden ana sütünü emiz qanday qilamiz, imamida zaten sütümüz chiqdi deyish mumkin. Ammo siz ana sütünü emgizmagan bilan ana mehrini bera olasiz. To'g'ri. Analik tarbiyani bera olasiz. Unda bo'lganda 4 yoshgacha bo'lgan ariqda endi bizning vatanlarda masalan cho'nglar beqib berdigan, otalar aralashib oldigan, qinani pul aralashib oldigan nurg'un ishlar bor bolaning tarbiyasiga. Mushuni bolaning tarbiyalashiga yaxshi ta'sir bo'lmaydi ekan. O'limi yaxshi ko'ngilda qilgan bilan, lekin bolaninki shu mensining taraqqiyotiga nisbatan yana ananing roli bek muhim bo'ldi ekan. Shuning endi bugungi bu darsimizda xalqimizga ko'p manfaatlarni bermasligimiz mumkin. Balki hozirgi bu kayfiyatimizda, hozirgi bu davodagi yurak siqilishimizda yoki bo'lmasa hech qanday odamga ortiq bir narsani ko'rish xo'sh yoqmayotgan mushna mezgillarda endi bizning bu programmamizning nimaga ahamiyati bor degan chaqda to'xtabdi. Mening bolam bunda kasal emasga alhamdulillah. Agar mening bolam ashta kasal bo'lib qolsa, men qanday qilishim kerak degandek yoki biz mening bolam ashta kasalga endi men qanday qilishim kerak degan izlansak, bu mu bir davoning bir qismi deb o'ylayman. Chunki Alloh birimizmi davoning kelajagi, kelgusininki umid yulduzlari. Endi shuni bu hech qanday vaqtda bir vaqt istirobchiligi yoki qilish topolmay qolgan bir program deb o'ylamayman. Xalqimizningki bu nuqtada hamma nimaga to'g'ri tuzgun muomala qilish kerakligi, to'g'ri biz hammamiz her kuni degidek shu namoyishlarga, ko'chalarga chiqarsakmi orzu qildi bizning davo uchun. Ammo bizning qilayotgan mush ishlarimiz davoning bir tamsili deb bilaman. Alloh hammamizga rozi bo'lsin. Ko'pdan ko'p rahmat, nihoyat yaxshi so'zlar berdingiz. Bundan burungi programmalarımızda ve aytib o'tgandingiz mushu omillar bo'lishdan tortib bolalarningki 4 yosh, 5 yosh, hatta 10 yoshga bo'lgan ariqlardagi ota-onalarningki mayli o'ziga diqqat qilishi bo'lsin, mayli bolasiga diqqat qilishi bo'lsin, hammasiningki har qanday bir agashma kasallik yoki keyindan paydo bo'lgan kasalliklarning oldini olishni keltirib chiqilganligini mushni nim qilib so'zlab berganda zaten siz dedingiz-ku deyman. Mush bir tajribada bu vaqt bolalarni ayirib qo'yib turib, birsiga mehr berib, yana birsiga qaramaganlik sababidan qaramagani tugab ketganligi haqida mushtaq dars qilgandik. Shuningdan ya'ni ota-onalar degandek mushu bolalarda ko'rilayotgan alomatlarga diqqat qilsa, anandan keyin mush bolalardagi shu diqqat qilish jarayonidagi alomatlar qarab, shuni qarta tekshirishlarni elib borsa, inshaalloh bu kasalliklar bo'lmaydi. Vatandagi nurg'unlagan shu yetim bolalar, ota-onasidan ayrilgan, majburiy ayrilgan bolalarning hammasiningki hozir mushundaq bir
mehr muhabbatga ehtiyoji bor kunlarda biz keyingi shu avlodlarga sahib chiqishimiz uchun, shularga ega chiqishimiz uchun cho'qim bizmi hozirdan boshlab tayyorlik qilishimiz kerak. Mayli siz abay dedingiz, bolasidagi ahvolga diqqat qilish kerak, bilish kerak. Bu bir foydasiz programma emas. Vatan uchun bir kishilik qo'shgan tuhfa hisoblanadi deb. Noyat oshkepingiz noyat to'g'ri bo'ldi. Chunki balki buni ko'rayotgan biraylarning hozir bolasi bo'lmasligi mumkin. Kelgusida bo'lib qolishi mumkin. Yoki vatanga qaytib ketgandan keyin uningga boshqa qaraydigan bolalar bo'lishi mumkin. Shu yerdagi bolalarningki har birisining bizga ehtiyoji bor. Chunki hammasi u yerda ota-onasi bo'lib ketishi, ya'ni hozirgidek vaziyatda biz aniq ota-onasi bor, keyin ota-onasi chiqib boqadi yoki qaraydi deyamaymiz. Shu bolalarga yana shu biz ega chiqishimiz kerak. Bunda ahvolda demakki biz chuqur kelgusimizga qarab turib, hamma meni bir narsani o'rganib olgan bo'lsam, keyin oldim shundan bir ilmga bir haqiqat. Shu. Masalan, men xizmat ishlayotganda gerçi xizmat tarixim 10 yil bo'lsa-mu, bak oliy darajalik professor bo'lib ketmasam-mu, lekin men mush ilmni o'qiganligim uchun Müşahede bugün külükte müşahede sözüşke Allah fırsat beripti. Eğer ben bunu bilmegen bolsam, okumagan bolsam bu imkaniyetten qurup qaldım mesela da. Meniki muş programni anglap, yarım saat vaqt ketishi mumkin. 1 saat bir qab ötep kesim ketudi. Anlagan to'xta. Biz vatan qaysak nurg'un bola aldığımız kelishi mumkin. Psixikasini chataq chiqqan, shunda kasal bo'lgan, cho'ng kichiklarni tutamaydigan, og'zi sho'lga aqadigan benormal. Bu bolalar bu Xitoyda qivitibdi deb tashlab qo'yamdiq? Yo'q. Buni cho'qim egi chiqsin kerak. Yana bayam siz bir gap deb qoldingiz, tashlab qo'ygan bilan o'lib qolganlik. Bu yerda masalan ashu qeyrishimizni Allah kechirsin, balasi tug'ilganda yo'lini ochiq tug'ilgan. Mana keyin yo'lini ochiq tug'ilgan. Asli uni operatsiya qilib 45 kun o'tgandan operatsiya qilsa, saqlaydigan ehtimoli bor ekan-ku. O bola shu ochiq tug'ilib tutqan, necha qatim tatishib qolgan. Bu opsi buni davolash vaz kechib, oshqib o'ldiribdi. Oshqib o'ldiribdi, o'lgandan keyin xabar beringlar deb olib ko'mib qo'ydi. Bu yerda nima davatgan chaqda? Ashning sabab qilsa bir gap bo'ldi. Sabab qilib bo'lgandan keyin yana bo'lmay qolib qolsa, uni yana Allah ajrini berdi. Amaliyotda bu yerda nurg'un narsa bizning sabrimiz yani imanımız bir takıldı ki, endi bu iman davasını qilish yig'izda bek oson ekan. Amaliyotda har bir ishimiz kelgan chaqda bu uncha bola oson ish bo'lmaydi ekan. Aniki men yana bir gapni deyishni to'g'ri ko'rdim. Bizning bir yaqinimiz borda, shu yo'lchi biri unda emas ekan. Turmaga kirib 4 oy yetib chiqibdi. Chiqqandan keyin bu shu beshini tam o'sadigan bo'lyapti-da. Tam o'sib ishlaganki bu ayol boy unda qilmang, nima ish qilsiz, beshingiz og'ir, unda qilmang, bekor o'zingiz qiynab deb qilsa ayol urdi ekanda. Şu ayağını aş ölügidek vurup aşı paxşını çıkarıydı ekende. Çıkarıp etkenken aş özü hağan toxtaydı ekende. O toxtab, onun bir keç uxlab qopqan ki əsimdə oturup yana urğunu istedi yox xiyal ekende. Şu ayağı degan deytken meni muştaq qılınız, onda qılınız, soy men onda iş qilmadim deb xatirasini yo'qotgan adam. Bu nima? Bu mu tutqaq kesin bu türü. Taşqı zərbini xorlaş, türmidagi xorlaş, aşta qiynaş, özü bəlkə kalısını aşta urup qiynagan bo'lishi mumkin. Şunun təsirindən kelib chiqqan ailedeki bir ko'ngilsizlik ailedagi bir ishinish ahvol. Oxirganda o ayol ağrılib ketdi. Mecbur bo'ldi, chunki kunda uning tayg'ini yeb turishga hojati yo'q. To'g'ri. Endi men ben nimaga da'vatdama? Bu tutqaq kesib bolalarimizni bo'ldi deb ko'ngil bilmasak, buni oqibati qanday bo'ldi ekan? Bo'lishning oldini olmasak, kelgusimiz qanday bo'ldi ekan? Shuningga endi geç programımızda biz texniklik usullar bilan mabalamında olgan, abalanda olgan, bunu anatomiyasi mandaq, buningki beden qurilishi mandaq, bu manda pezigul alib. Men ilk doktorlarning o'zi oldiran, tushunmaydigan gaplar bilan programma qilishni xohlamayman. Chunki uning xalqimga foydasi yo'q. To'g'ri. Çünkü mening xalqimning hammasi doktor bo'lishni atayin. Mening xalqimning hammasining doktorlik saviyaga yetish majburiyati yo'q. Mening xalqimning hammasiniki bu yerdagi programmada %100 payinib, ha, Innurniki ma degan gap menda bo'libdi. Men programmada deb uni uyg'unlab bir kasal davolashga unda nimasi yo'q, sharoit yo'q. Tam unda qilish to'g'rimi emas? Men bu yerda boshdan oxiri deyman. Men doktorlik dars o'tmayman. Faqat sizlarga bir uçur berman. Hem bu uçurni boshqalarga yetkazib paylansanglar, siz qimmat bo'ldi deb qarayman. Gap so'zim jarayonida xatolik bo'lsin, mendan to'g'ri bo'lsa Allohdan. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Ko'pdan ko'p rahmat Emrada. Alloh ko'p rozi bo'lsin. Deb avay yaqimi deb o'tgandek shu programma ichida deb o'tdik. Hammadan burun ota-onalar o'zimizniki mas'uliyatini bilsak, mushkil kasalliklarni oldini olishning, mushtaq kasalliklarning paydo bo'lishini to'sib qola oladiganmiz. Yana shu gapni yig'inchoqlab aytgansak, masala ota-onalar ekan. Ota-onalar diqqat qilish kerak ekan. Gapni qilishni unutib qoldim-a. Hozir bugun ota-onalar bu darsdan ozroq bir tushuncha olgan bilan, lekin o'zining kunlik turmushda uchrayotgan qizib qolganda tortishib qilish bilan bu davomli tutqan qizimay turib bu tutib qolgan bu kasallik farqini bak bilamadi. İnşallah kelarki sonlarimizda
Faqat mush qizib qolgan chaqda tutqan kasallikning alomati qanday bo'ladi? Buni davolashni qanday olib boramiz? Bu kasaldan andish qilsak bo'lamdi? Bu kasal tubdan saqlayamdi? Bu kasaldan ansirash bo'lamdi? Bu normal kasalmi degan nuqtada to'xtalishga Allah nasib qilsa, inshaalloh qaytib ko'rishimiz. İnşallah. Elnur deb o'tdi. U kasallardan to'xtalamiz. Uningdan boshqa har qanday xalqimiz uchrayotgan mayli oilanglarda bo'lsin, mayli jamiyatda bo'lsin yoki tunish bo'lishlaringlarda uchrayotgan har qanday bolalardagi kasalliklar yoki boshqa cho'nglardagi sog'lomliklar yoki sog'lomlik oid har qanday bir mazmunda talab fikrlaringlar bo'lsa, har vaqt fikr qismiga yozib qo'ysanglar sizlar bilan aloqalashamiz. Uningdan sirt boshqa doktorlarimizning hamma xalqimga bir kişilik töhbemni qo'ssam, men xalqimga bildigan ishimdagi bilimlarimni anglatsam degan doktorlar bo'lsa, har vaqt ekranlarimiz sizlarga ochiq. Vaqt munosabati bilan bugungi programmamizni ham ishada oyoqlashtiraylik. Elnur radimizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Ekran orqada xizmat qilayotgan xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ekran oldidagi ko'rinmalarga vaqtdan chiqarib ko'rib berganlik uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Hammanglarni Allohga topshirdik. Allohga omonat.